Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali hamkorlik yo'lga qo'yish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan hisoblanadi. Ushbu hamkorlikni yanada mustahkamlashda esa ochiq darslarning o'rni beqiyosdir. Ochiq darslar orqali o'qituvchilarning pedagogik mahorati, o'quvchilarning bilim darajasi va o'zaro muloqot madaniyati yanada rivojlanadi. Mazkur jihatlarni inobatga olgan holda Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ochiq darslarni tizimli tashkil etish an'anaga aylangan. Xususan maktabda har chorak boshida fanlar kesimida ochiq darslar o'tkazilib, bu jarayonda o'qituvchi va o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlanmoqda. Joriy chorak boshida ham maktabda navbatdagi ochiq darslar tashkil etildi. Ushbu darslar davomida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar asosida mashg'ulotlar olib borildi. O'quvchilarni ilm-fanga bo'lgan qiziqishlari ortib borishini ta'minlab bermoqda. Olib borilayotgan namunali darslar tanlovi nafaqat o'qituvchiga motivatsiya, qolaversa, o'quvchilarni ham ilm-fanga qiziqishi orttirib borayotganligini guvohi bo'lyapman. Bugungi davr o'quvchilari uchun turli xil metodlar, interaktiv o'yinlar, ularni qiziqish qobiliyatini oshirish uchun tashkil etgan metodlarimiz juda ham zarur. Biz yangilik ustida yoki o'zimiz ustida tinmay izlanar ekanmiz. Ana shundagina biz o'quvchilarni ilm-fanga bo'lgan qiziqishni yanada orttirgan bo'lamiz. Ochiq darslar jarayonida o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va dars jarayoniga bo'lgan qiziqishi yaqqol namoyon bo'ldi. Shuningdek, har bir chorak yakunida ochiq darslarda faol ishtirok etgan o'quvchi va o'qituvchilar maktab ma'muriyati tomonidan e'tirof etilib, esdalik sovg'alari bilan taqdirlanmoqda. Bu esa pedagoglar va o'quvchilarni yanada rag'batlantirish, ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Ingliz tili fanidan ochiq dars o'tdim. Ochiq darsni o'tishimizdan maqsad biz o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, metodik faoliyatlarini namoyon etishdir. Men ochiq darsda bir nechta interfaol metodlardan foydalandim. Bulardan Cowboys Race, Radar, Game and Balance Activity va boshqa aktivitelardan foydalandim. Bularning barchasi o'quvchilarni chet tillariga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga turtki bo'ldi. Eng muhimi ushbu ta'lim dargohida yo'lga qo'yilgan bunday ochiq darslar tizimi o'qituvchi, o'quvchi, maktab ma'muriyati o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashda zamin yaratadi. Bu tajriba ta'lim sifatini oshirish va samaradorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.